Ko'pincha ishim juda ham ko'payib ketganida va kechki payt uyga kelganimda peshonamni mana bu qismi va asosan mana bu qoshning ikkita o'rta tarafida напряжение yig'ilib ketgani sababli juda ham kuchli og'riq bo'ladi. Va meni bitta juda ham zo'r usulim bor. 5 daqiqada dori ichmasdan turib, mana shu qismlarimni bemalol расслабиться qilishiga erishaman. Buning uchun menga nima kerak? Aloe, suvamchi, iliqdan sal issiqroq, lekin kuydirmaydigan suv, qoshiq va по желанию o'sha hamma yaxshi ko'radigan guash. Boshlaymiz. Ko'pincha kuni bilan jahlimizga chiqsa nimadandir qoshimiz mana qo'yib qoladi-yu, jahl qilsak, mana shu joyda напряжение yig'iladi. Mana o'sha напряжение hozir qaytaramiz. Qoshiqni olamiz va boyiga suvga solamiz. Ozgina turadi. Issiqligi qoshiqqa o'tadi. Va bu qoshiqni olib qo'yib ko'ramiz. Issiq bo'lishi kerak emas. Agar buni kechqurun qiladigan bo'lsangiz, bemalol borib yotib uxlasangiz bo'ladi. Ertalab qanchalik yengilroq boshqa kunlarga qaraganda uyg'onayotganingizni his qilasiz. Agar charchab uyg'onadigan kuningiz ertalab qiladigan bo'lsangiz, yana turib, makiyaj qilib, dunyoni zabt etishga ketaverasiz. Foydali bo'lgan bo'lsa, yaqin dugonangizga jo'natib qo'ying.